Men yomonman. Ha, chunki endi men o'zimni sevishni boshladim. Chunki boshqalar uchun o'zimdan kechishni to'xtatdim. Qarindoshlar, do'stlar, jamiyat meni faqat beradigan qilib o'rgatdi. Ammo endi men o'zimni o'zimga qaytaraman. Shu sababli yomonman men. Menchi boshqalar quvonsin deb yillar davomida jim turdim. Avval ularni o'yla deyishdi. O'yladim. Sen oxirida tur deyishdi. Turdim. Oxiri ichimdan hech narsa qolmadi va endi men jim emasman. Endi men xohlasam ha deb ayta olaman, xohlamasam yo'q deb. Men charchadim va bu charchoq ostida bir haqiqatni topdim. Men o'zimni sevmasam, meni hech kim sevmaydi. Agar o'zimni qadrlaganim, o'zimni eslaganim, o'zimga rahmim kelgani yomonlik bo'lsa, ha, men yomonman. Ammo bu yomonlik ichida men baxtli va xotirjam yashayapman. Endi mening shiorim o'zingni sev. Bu egoizm emas, bu najot. O'zingni sevishing, baxtli yashashing va xotirjam bo'lishing uchun najot. Aslida-chi, bu narsalarni bizda oilada ota-onamiz o'rgatishi kerak. Lekin bizga buni hayot o'rgatyapti. Ota-onamiz esa o'zlarini unutgandek, biz ham o'zimizni qanday unutishimizni, boshqalar uchun o'zimizni fido qilishimizni o'rgatadi xolos.